Assalomu alaykum. Bugun biz biologik katalizatorlar, ya'ni fermentlarning ishlash mexanizmini amalda ko'rib chiqamiz. Tajribamiz mavzusi amilaza fermentining kraxmalga ta'sirini o'rganish. Amilaza fermenti bu murakkab uglevodlarni, xususan kraxmalni oddiy shakargacha, maltoza va glyukozagacha parchalaydigan fermentlardir. Inson organizmida ushbu jarayon og'iz bo'shlig'idayoq so'lak tarkibidagi amilaza yordamida boshlanadi. Amilaza fermenti unayotgan bug'doy maysasida va odam so'lagida ko'p bo'ladi. Kraxmal bu asosan polisaxarid hisoblanadi va ular o'zaro glikozid bog'lari orqali bog'lanadi. Ular spiralsimon strukturani hosil qiladi va biz amilaza fermenti ta'sir etganimizda tajribamiz yakunida glikozid bog'lari gidrolizlanishni boshlaydi va maltoza hamda glyukoza hosil bo'ladi va ushbu jarayonda kraxmal zanjiri, polisaxarid zanjiri qisqaradi. Tajribamiz uchun kerak bo'ladigan jihozlar: shtativ, probirka, o'lchov stakani, kraxmal eritmasi, pipetka, 1% yod eritmasi hamda amilaza kukuni kerak bo'ladi. Demak, biz dastlab o'lchov stakanimizga iliq haroratdagi suv quyib olamiz. Harorat o'rtacha 35-40 gradus atrofida bo'lishi kerak va biz amilaza kukunidan oz miqdorda solib eritma tayyorlab olamiz. Demak, raqamlangan probirkalarimizga ozroq miqdorda kraxmal eritmasidan quyib olamiz. Teng miqdorda kraxmal eritmasini quyib oldik. Endi nazorat sifatida birinchi probirkamizga 1 ml suv, ikkinchi probirkamizga esa 1 ml amilaza fermentini quyib olamiz. Namunalar 10 daqiqa davomida xona haroratida qoldiriladi. Bu vaqt fermentning substrat bilan to'liq reaksiyaga kirishishi uchun zarur. 10 daqiqa vaqt o'tdi. Endi ikkala probirkalarimizga 1% yod eritmasidan ta'sir ettirib, probirkalarimizni solishtiramiz. Demak, birinchi probirkamizda kraxmal parchalanmaganligi sababli u to'q binafsha rangga bo'yaladi. Ikkinchi probirkamizda esa kraxmal eritmasi amilaza fermenti ta'sirida parchalanadi va yod o'z rangini saqlab qoladi. Ushbu tajribamiz amilaza fermentining kraxmalni parchalash xususiyatini aniq namoyon qilib ko'rsatib beradi. Tajribada sifat reaksiyasini namoyon etuvchi modda yod eritmasi hisoblanadi. Natijada kraxmal eritmasi mavjud bo'lgan eritmada yod ta'sir etganimizda u to'q binafsha rangga bo'yaladi. Kraxmal parchalangan eritmada esa yod ta'sir ko'rsata olmaydi.
Nima deb o'ylaysiz, hurmatli kuzatuvchilar? Agar biz amilaza eritmasini ishlatishdan avval uni 100 gradusda qaynatib, keyin foydalansak, natija qanday bo'lar edi? Javoblaringizni izohlarda kutib qolaman.